Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan xudo xolasa qanaqa qilib sun'iy intellekt bilan tez, oson va bepulga sayt qilish ko'rib chiqamiz. Bu sizni texnik masalalaringizni polni yechib beradi. Ya'ni avval siz veb-sayt qilish uchun, landing sahifalar qilish uchun Tildadan foydalanayotgan bo'lsangiz, WordPressdan foydalanayotgan bo'lsangiz yoki kod qilayotgan bo'lsangiz, endi u narsalar sizga kerak bo'lmaydi. Bu narsalarning hammasini sizga sun'iy intellekt o'zi olib beradi. Sizni miyangizda faqatgina saytning logikasi bo'lsa bo'ldi. Ya'ni menga sayt nima uchun kerak degan savolga javobingiz bo'lishi kerak. Nima maqsadda foydalanmoqchisiz saytdan va u qanaqa tuzilmaga ega bo'ladi. Mana shu narsalarga ega bo'lsangiz bo'ldi. Keyin promptni shuni sun'iy intellektga berasiz, u sizga sayt chiqarib beradi. Xohlasangiz o'zgartirib, shunchaki saytni deploy qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Birdaniga nima qilish kerakligiga o'tib ketaveraman, cho'zib o'tirmaymiz. Ekranni, kamerani kichaytirib olaman. Xo'p, darsimizning rejasi, ya'ni bugungi darsimiz sal qisqaroq bo'ladi. Men sekin-sekin bundan keyin ham darslar bo'ladi. Misol uchun bu birinchi dars, biz kirib olamiz, ya'ni Lovable bilan tanishib olamiz, chunki bizga sayt qilib beradigan tool bu Lovable. Lovable bilan tanishib olamiz va qanaqa qilib promptlar bilan ishlash, sayt logikasini qurish degan narsalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, men hozir bu yoqda ochib qo'yganman, ko'rib turganingizdek ChatGPT va Lovable turibdi. ChatGPT ga o'tib sekin bu narsani yopib olamiz. Tak. Bu Lovable, ya'ni biza foydalanadigan dastur. Bu dasturdan hamma ham oson ro'yxatdan o'tish mumkin. Ya'ni ro'yxatdan o'tish har doimgidek. Siz qaysi saytga kirib agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ana shunday ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xo'p, Lovable ga kirib olganimizdan keyin shunchaki mana bu joyga biza nima qilmoqchiligimizni yozsak bo'ldi. Ya'ni men hozir aytaylik qanaqa xohlagan narsamni menga yo endi maslahat bermayman o'zbekcha yozishni, chunki sun'iy intellekt baribir inglizchani yaxshiroq tushunadi. Shuning uchun inglizcha yozganingiz ma'qul. Endi agar sizda ingliz tili bilan, даже rus tili bilan muammo bo'ladigan bo'lsa va prompt bilan ishlashni unchalik tushunmasangiz, eng zo'r tomoni bu umuman muammo bo'lmaydi. Sizga bu ishlarni shunchaki ChatGPT topib bera oladi. Hozir davaychi birinchi bo'lib Lovable bilan tanishib olaylik, keyin ChatGPT da prompt qurishni ko'rib chiqamiz. Lovable juda ham sodda platforma. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizda ham xuddi shu oyna ochiladi. Boshqacha oyna ochilmaydi. Xuddi shunaqa oyna. Endi men hozir buni pulli versiyasini sotib olganman, lekin siz agar birinchi marta ro'yxatdan o'tganingizda sizda 5 ta foydalanish uchun kredit bo'ladi. Har kuni kirganingizda sizga bepul 5 ta kredit beriladi. Ana shu kreditlardan foydalanib veb-saytingizni qurishingiz mumkin. Endi kelaylik Lovable bilan qisqa tanishamiz. Ya'ni bu sizning akkauntingiz. O'tda siz o'zingiz akkauntingizga kirib boshqarishingiz mumkin. Nechta kredit qoldi? Menda misol uchun bir oyga 100 ta kredit beriladi. Ya'ni $25 tarifida 90 ta qolgan. Ishlataman, конечно. Bu yerda siz yangiliklarni kuzatib borishingiz mumkin. To'g'risini aytaman, bu qismlar umuman qiziqmasligi, pricing tanishib chiqishingiz mumkin ichkariga kirib. Agar siz haqiqatan ham sun'iy intellektda sayt qilish haqidagi videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak anchagina tushunasiz. Men bunaqa mayda narsalarga to'xtalib o'tirmayman. Sayt qanaqa qilinadi? Kirasiz, mana shu joyga nima xohlayotganingizni yozasiz va yuborasiz. Bo'ldi. Sizga kerakli sayt qilib beradi. Endi buni amaliy ko'rib chiqamiz, ketdik. Birinchi bo'lib bizga nima kerak? Sayt logikasini qurib olishimiz kerak. Ya'ni boshida nima dedim, bizga nima kerakligini aniqlab olishimiz kerak. Kelaylik ChatGPT ga yozamiz. Bu joylarni kesib tashlashim yoki o'tkazib yuborishim mumkin. Chunki shunchaki tekst yozish bilan vaqtimizni o'tkazmaylik. Xo'p, menga landing sahifa kerak. Landingni vazifasi Google Ads'dan odamlarni sotib olishga undash deymiz. Mana endi saytimiz nima uchun qilinadi? Kelinglar kurs sotuvi uchun deymiz. Saytimiz marketing kurslarni sotishga mo'ljallangan. Xo'p, endi aytaman. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib menga lovable.dev uchun prompt yozib ber. Xo'p, shunchaki ChatGPT ga men buyruq berdim. Ya'ni nima xohlayotganimni ko'rayotgan bo'lsangiz juda ham sodda tushuntirdim. Ya'ni qiyin tilda yo'q bu yerda. Shunchaki siz qanaqa gaplashsangiz, o'zingiz, sheriklaringiz, do'stlaringiz bilan xuddi shunaqa gapirsangiz, o'sha narsani chiqarib beradi. Xo'p, mana prompt design high converting. Okay, mana yozib beryapti. Nimalar? Ya'ni ChatGPT ning yaxshi tomoni UX degan narsa bor, bilasizlar.
UX bu sizlarning user experience, ya'ni odamlar kirib saytga qatga e'tibor qaratadi, u qanaqa strukturalardan iborat bo'lishi kerak degan narsani yaxshi biladi. Mana shunga asosan sizlarga sayt qilib beradi. Endi men shunchaki promptni kopировать qilib olaman. Kopировать qilib globalga kiramanda bor promptni tashlayman. Kelinglar, bir narsa qolib ketibdi. Sayt ichidagi barcha tekstlar ingliz, yo'q, o'zbek tilida bo'lsin. Prompt esa ingliz tilida. Mana e'tibor berishimiz kerak. Men aytaman, sayt ichidagi barcha ma'lumotlar o'zbek tilida bo'lsin, lekin prompt ingliz tilida bo'lsin. Chunki global baribir ingliz tilini yaxshiroq tushunadi. O'zbekcha gaplashsanglar ba'zi bir joylarni buzib qo'yishi mumkin. Yaxshisi inglizcha ma'lumot gaplashaveraylik. Endi ChatGPT ancha o'zbek tilini yaxshi biladi. Bu aynan nima desa bo'ladi, ingliz tili bilan yoki prompt bilan muammosi bor odamlar bo'lgani uchun, endi siz juda ham yaxshi bilishingiz shart emas bu narsalarni. Shunchaki ChatGPTga aytasiz, u siz uchun bu narsalarni qilib beradi. Ketdik globalga, endi bu buyruqni tashlaymiz. Almashtirib qo'yaman-da, buyruqni beraman. Xo'sh, ketdi. Buni bu yoqqa olib turaman. Tak, hozirgina kutib turamiz. Men bu qismlarini o'tkazib yuborayotgan bo'lishim mumkin. Chunki vaqt oladi. Okey, darsga qaytamiz. Mana shu saytni tayyorlash uchun bizda global yo'q bir 10 daqiqaga yaqin vaqt oldi. Balki 5 daqiqa va 10 daqiqa orasida. Saytni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, men aytgan hamma narsalarga to'g'ri keladi. Ya'ni biz nima buyruq berdik? Eslanglar. Biz globalga aytdikki, Google Ads'dan va Meta Ads'dan reklama orqali odamlar kirganida o'ta ro'yxatda o'tishsin, bizga pul keltirishsin degan narsani aytdik va shunga mos sayt bizga tayyorlab berishyapti. Asosiy shartlardan bittasi nima? Bunaqa saytlar, ya'ni landingda siz berayotgan taklifni birinchi bo'lib ko'rinishi. Mana logika. Xo'p, mana biz nima taklif beryapmiz? 50 kunda marketingni o'rganing va daromadingizni oshiring. Vau, siz demak 50 kunlik kurs qilyapsiz. Endi bu narsani обязательно o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni siz nima taklif beryapsiz? Headlinelar, ya'ni mana shu yerda turadigan, mana shu ko'rib turgan ko'k qisminglar hero section deyiladi. Hero section bu asosiy birinchi ko'rinadigan qism. Hero sectionda nima ko'rinishi kerak, qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa rangda degan hamma narsani kiritib o'tishingiz mumkin. Prosta bizlar hozir vaqtga o'tkazmaslik uchun shunchaki buyruqni berdik. Hamma narsani o'zi bizga generatsiya qilib beryapti va nima muhim? Ro'yxatdan o'tish tugmalari dostupni bo'lishi kerak. Ya'ni ko'rinadigan, ko'zga tez tashlanadigan bo'lishi kerak. Endi o'ylanglar, asosiy foydalanuvchilari, ya'ni 90% foydalanuvchilar telefondan kirishadi. Kelinglar, telefonda qanaqa ko'rinishini bilib olamiz. E'tibor bersanglar, bizga kerakli qism asosiy bo'lib ko'rinib turibdi. Shuni saytga kirish bilan ko'rinadi, lekin yuqori qismi ozgina tepaga tegib qolgan. Ya'ni bu noqulayroq. Buni pastroqqa tushirish kerak. Buni ham hozir aytib tushuntiramiz. Subheadline. Bu qism bu headline deyiladi, bilasizlar. Bu subheadline. Subheadline'ga chidasa bo'ladi. O'zi shunaqa turishi kerak. Va kursni sotib olish batafsil tugmalari o'z o'rnida mana kurs dasturiga olib borib ishlayapti. Kursni sotib olishda biza unga mana forma bu yoqqa ulangan. Va mana yana bizada muammolar bor. Bu yoq qismda ozgina tekstlar kengayib ketgan, ya'ni chizig'dan chiqib ketgan. Bu narsalarni to'g'rilashning endi o'ziga xos yo'li bor. Chunki tushunishinglar kerak. Sizlarga global faqatgina kuniga 5 ta kredit beradi. Bepulga. Bo'ldi. 5 ta kredit u yog'iga pulli bo'lib qoladi. Agar xohlasanglar pulli sotib olishingiz mumkin, lekin faqatgina bepul ishlayman deyotgan bo'lsangiz, kelinglar tekshirib ko'ramiz. Mana shu sayt uchun bizga global nechta kredit bilan yasab berdi. Kredit yuzit 2 ta. Endi tasavvur qilinglar, sizlarga mana shu sayt uchun 2 ta kredit ketdi, 5 tadan 3 ta kreditlar qoldi. Editlarni qanaqa qilishinglar kerak? Buni kichaytirib olaman. Editlarni, xo'p, birinchi bo'lib bizda qism nima? Bu hero sectiondagi manba H1 tepaga tegib turibdi. H1 manba headline. O'zgartirishga kiritamiz. Xo'sh, bu qismlarni kesib tashlashim mumkin. Xo'sh, davom etamiz. Men muammolarni, promptlarni hammasini yozib chiqdim. Hozir ko'rsataman. Prosta bitta narsani tushunib olishingiz kerak. Iloji boricha muammolarni to'g'rilashda, ya'ni saytni edit qilish qismiga keldik. Bu yerda ko'rganidek, ChatGPT bilan prompt tayyorlashni ko'rib chiqdik deyarli. Xo'sh, kelinglar bu yoqqa bosib turaman. Global bilan tanishdik. Buni ham bir o'qib ketaylik.
Lobul bilan tanishdik, sayt logikasini qurib olishni ko'rdik. Endi ChatGPT bilan prompt tayyorlashni ko'rdik. Boshqa promptlarni ham ko'rib chiqamiz endi. Endi tayyor sayt ma'lumotlarini tahrirlashdamiz hozir. Ketdik. Men qaranglar. Birinchi muammoni ko'raman. Header sectionda H1, ya'ni headline yuqoriga ko'tarilib ketgan. Men shuni landing sahifada aynan mana shu chatni o'zida birinchi muammoni yozaman-da. Kelinglar buni ozgina kichaytirib olaman. Birinchi muammoni yozaman-da. Hero sectiondagi H1 text deyman. Voy, bu yerda xato ketib qopti. Text mobil versiyada yuqoriga tegib qolgan deb tushuntiraman. Ya'ni bu narsani qo'rqmaydi, ChatGPT tushunadi men nima demoqchi bo'lganimni. Chunki ko'p anchadan beri eshitaman. Xo'p, bu narsani biroz kichaytirish kerakligini aytmoqman. Ya'ni birinchi muammoni tushuntirdim va uni to'g'rilash kerakligini aytdim. Keyingi muammo nima? Keyingi muammo ko'rib turgan bo'lsangiz, tugmalarimiz juda ham semiz, ya'ni kengayib ketgan. Bu narsani ham mana tushuntirganman. Ya'ni tugmani semizlashishi, yuqoriga qarab semizlashishi yoki uzayib ketishi bu hech. Ana shu heytni, ya'ni tugmalar biroz heyt tarafdan kattaroq bo'lib qolgan, ularni kichaytirish kerak deganman. With bu yoqqa qarab ketib qolishi. Mana uni, ya'ni ozgina toraytiramiz dedim. Batafsilli ham, boshqa tugmalarni ham. Yana ozgina tushadigan bo'lsak, o'quvchilarimiz fikrlari degan qism to'liq. Bu narsani to'g'rilab o'tirishimiz shart emas, ya'ni yaxshi demoqchiman. Xo'sh, mana bu qismni e'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni o'quvchilarimiz qatlarda ishlayapti degan narsa men uchun ozgina kattayib ketganga o'xshaydi. Ya'ni oralari sal ochiqroqdek. Shuning uchun men 3-muammo deb yozdimda, o'quvchilarimiz ishlayotgan kompaniyalar qismini biroz kichraytirish kerak deb yozdim va tushuntirdim, aynan logolarni degan. Ya'ni Express Alif degan logolar ozgina kichraysin dedim. Va kursdan nima olasiz? Kursdan nima olasizda bu yoqda muammo yo'q. Bu yoqda muammo yo'q. Menimcha, men hech narsa qanaqa muammo ko'rmadim va kurs dasturida ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoqda ikonda, ya'ni 1, 2, 3 ikonni kattayib ketganda tekstlar uchun kam joy qo'ygan. Mana siqilib qolgan. Va bu narsani men 4-muammo qilib, kurs dasturi qismida dasturchilar uchun ajratilgan, ya'ni dasturlar uchun ajratilgan card. Ya'ni mana bu narsa bilasizlar, card deyiladi. Ingliz tilidagi talaffuzimga e'tibor bermaysizlar. Ana shu kartlarda raqamli ikonlar mobil versiyasi uchun katta bo'lib ketgan, ularni kichikroq qilib men tushuntiryapman. Ya'ni prosta muammoni ChatGPTga aytyapman. Va yana bir muammoimiz nima edi? Bu maxsus taklif qismida, ya'ni qanaqa taklif berayotganimiz qismida narxlar sig'may qolgan, chegaradan o'tib ketgan. Men buni qanaqa aytyapman? Maxsus taklif qilindi narxlar mobil versiya uchun moslanmagan, chegaradan tashqari chiqib ketgan nomi. Chunki kompyuter versiyada bu moslangan. Kompyuter versiyaga qaytadigan bo'lsak, mana maxsus taklifga o'taylik. Mana xuddi shunday turibdi. Okey, kompyuter versiyada chiroyli, lekin mobil versiyada bu ozgina muammoli turibdi. Men bu narsani aytmoqmanki, mobil versiyaga sozlanmagan. Va endi qaranglar, 5 ta muammo yozib chiqdim. E'tibor bersanglar, hammasini men alohida to'g'rilamayman. 5 ta muammoni avval yozib, keyin yuqoridagi muammolarni global devga to'g'irlash uchun prompt yozib ber. Bo'ldi, send qilamiz. Xo'sh, qaranglar, ChatGPTga bizni o'zimiz tushunmaydigan bo'lsak ham, ya'ni siz sayt qilishni juda zo'r tushunmasangiz ham, chana-chulpa qilib yo'dan terib tushuntirib bersangiz, nima xohlayotganingizni, u sizga hammasini beraman. Hero sectionda nima bo'layotganini ingliz tilida u Lobulga tushunarli qilib beradi. Tushunasizmi? Ya'ni siz Lobulga u narsani to'liq tushuntira olmasangiz mumkin edi, lekin ChatGPT sizga to'liq Lobul uchun tushuntirib beradi. Va har doimgidek bu biz copyright qilib olamiz. Xo'sh, endi bu yoqqa qaytamiz. Lobulga bu buyruqni yubamiz. Ketdi. Va mana shu buyruq uchun ham qancha prompt ishlatilayotganini, ya'ni kredit ishlatilayotganini hozir sizlar bilan hisoblaymiz. Esingizda bo'lsa, bizda bir kunlik tekinga 5 ta kreditimiz bor. Uni ikkitasini ishlatib oldik mana shu sayt to'liq qurib olinishi uchun va undan 3 ta qolgan bo'lsa, hozir mana shu 3 ta bilan nimadir qilishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, hamma muammolarni to'g'rilab chiqquncha, mana ketyapti hozir, editing jarayoni ketyapti. Hamma muammolarni to'g'rilab ketguncha men yana videoni pauza qilib turaman. Xo'sh, mana bizani o'zgartirishlarimiz tayyor bo'ldi. Lobul biz xohlagan hamma narsani qilib berdi. Birinchisi nima edi? Ya'ni H1 ni
bundan oldin ko'rgandinglar, yuqorida bo'lib ketgan edi. Mana o'zgartirib pastga tushirib berdi va yana nimani aytgan edim? Ozgina tekstlarni kichraytir, chunki kattayib ketgan degan narsani aytdim va tekstlarni kichraytirgan, hammasini o'z joyiga qo'yib, ikkinchi muammomiz nima edi? Ikkinchi muammomiz bizda tugmalarni kattayib ketgan edi, ya'ni yuqoriga qarab kengayib ketgan edi. Buni ham mana ko'rganinglardek kichraytirib bergan. Chiroyli ko'rinadi. Tugmamiz hali ham bosishga undab turibdi va chiroyli holatda. Endi pastga qarab tushamiz. Bizda keyingi muammo bor edi. Bu mana o'qishlarimiz ishlayotgan kompaniyalar deganda ozgina kichraytirib bergan. Bu menimcha ancha chiroyliroq bo'ldi. Xo'p, yana uchinchi muammomiz bu kurslar qismida mana ko'rib turganinglardek iconlarni kichraytirganda tekstlarga ko'proq space, ya'ni maydon ochgan. Bizda bu muammomiz ham yechildi. Keyingi muammo bu maxsus taklif qismida narxlar edi. Mana narxlar avval qanaqa edi? Chegaradan chiqib ketgan edi mobilniy versiyada. Endi mana hammasi o'z joyida 2,5 million so'm chizib qo'yilgan. Bu ham ko'rinib turibdi, 1,5 million so'm ham ko'rinib turibdi o'z o'rnida. Xo'sh, bu qismda tugmani kattaroq turgani ma'qul, chunki bizga aynan mana shu qism ko'p sotadi. Xo'sh, ustoz haqida bu qismlarning hammasi yaxshi. Ko'p beriladigan savollarni animatsiyasi mana, ya'ni garmoshkali menyu bu ham yaxshi, hammasi o'z joyida ishlayapti. Demak, bizning ko'rib turganinglardek sayt to'liq tayyor bo'ldi. Endi mana shu o'zgarishlar, birinchisi saytni tayyorlab olish, ikkinchisi o'zgartirishlar kiritishga qancha kredit sarfladik? 140. Jami bo'lib biz tushunishlik uchun 340 kredit bilan bitta saytni to'liq tayyorlab bo'ldik. Qo'shimcha o'zgartirishlar kiritadigan joylar bor. Misol uchun tekstlarni o'zgartirishimiz kerak hali, ya'ni sizlarning kursingizga bu to'g'ri kelmasligi mumkin. Agar o'zingizda tekst bo'lsa, avvaldan ChatGPTga o'sha tekstlarni tashlaylik. Mana men hero sectionga, ya'ni mana bu qismga men bu tekst yozmoqchiman, bunga buni tekst yozmoqchiman degan narsani avvaldan beraylik. Misol uchun mana shu joyda yozilgan tekstlar menga juda ham yoqdi, balki yaqinda ko'rib qolasizlar shu saytda reklamalarda. Men shuni o'zimda ishlatib olgan bo'lardim. Endi обязательно o'zingizlarga to'g'rilaysizlar, ya'ni sizlar balki Google Ads'ni o'rgatmassizlar, faqatgina targeting o'rgatarsizlar. Men endi kurs tomonidan kelib chiqaman yoki telefon sotsanglar ham shunchaki prompt berasizlar. Kerakli nima bo'lishi, ichida nima bo'lishi kerakligini birinchi prompt o'zidayoq ChatGPTga tushuntiringlar. U ChatGPT sizlarga kerakli promptni yozib beradi. Mana shunaqa qilib o'zingizlarning saytingizni yaratib olsanglar bo'ladi. Endi buni publish qilish qanaqa bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Shunchaki bu yoqqa qaranglar. Chap o'ng top burchakda bizada publish tugmasi bosib turibdi. Bu yoqdan bosib turib, o'zimizdagi misol uchun mana saytimizning mana yuqori qismida, mana bu qismda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Lubl logosi turibdi, ChatGPTning logosi, Docs turibdi-da. Sizlar ham mana shuni bunday bosib turib o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Liboy xohlagan rasminglarni tanlab, misol uchun men o'zim rasmimni tanlasam agar bu yerdan open, mana bu yerga mana o'zim rasmimni joylab qo'yadi. Ko'rib turganinglardek. Wow. Va sayt ma'lumotlari bu yoqda, ya'ni mana bunaqa yonida chiqib turadi, description bo'lib yoki kimgadir link yuborganingizda o'sha qismda chiqib turadi. Shuna qilib shunchaki save bosasizlar va publish bossanglar bo'ldi. Saytinglar avtomatik butun olamga ochiladi. Endi saytinglar hali ham hammaga ko'rinarli emas, sababi sizlar uni domen bilan verifikatsiya qilmagansizlar. Bu ikkita xil usulda bo'lishi mumkin. Birinchisi Lubl o'zida, bu sizga har oy 25-50 dollar bilan tushishi mumkin. Ikkinchisi tekinga yo'li bor. Tekinga yo'li bor. Serverlar boshqa joydan qilasizlar, redirect qilib ishlash mumkin. Bu narsani buni xudo xolasa keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Chunki bu darsi o'zi ham anchagina cho'zilib qoldi. Xudo xolasa sizlarga nimadir yoqmagan bo'lsa, misol uchun men tez gapiraman. Agar tez gapirishim qaysidir joylarda sizlarga qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa tushunishga yoki qaysidir qismni yana qo'shimcha tushuntirishimni so'rasanglar, men обязательно bular uchun ham darsliklar qilib, sekin-sekin muammolarni to'g'rilab boramiz. Va men o'ylayman, mana shu darsni o'zi ham anchagina sizlarga tushunarli bo'ldi va bundan keyin bemalol o'zingizlar uchun saytlar qilib, uni editlar qila olasizlar. Xo'p, hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha